Agar yigitlar ayolim itoatsizlik qilyapti deyotgan bo'lsa, bomdodga tursin-da o'sha yigitlar. Bomdodga jamoatga chiqsin-da o'sha yigitlar. Qaytayotganda ikkita issiq non bilan ozginagina qaymoq ko'tarib kelsin-da. Agar o'sha ayol itoatsizlik qilayotgan bo'lsa, u o'zi yolg'onchi bo'lib qoladi. Chunki Allohning itoatida turgan erkakka ayol itoatsizlik qilmaydi. Ulamolarimiz so'zlari, Ali Tantovining so'zlari mana shu, Tahonaviyning so'zlari mana shu. Juda ko'p ulamolarimiz aytgan yo'l mana shu. Tahonaviy aytganlar, "Men Robbimga osiylik qilayotganimni ayolim menga osiylik qilishidan bilaman" deganlar. Qachonki ayolim menga osiylik qilsa, bilamanki o'sha kuni men Robbimga gunoh qilgan bo'laman dedilar. Banda qanchalik ko'p gunoh qilsa, Alloh azza va jalla u bandani bandalar orqali jazolaydi. Eng yaqinlar orqali jazolaydi. Farzandini itoatsiz qilib qo'yadi. Farzandini qanaqadir betavfiqroq qilib qo'yadi. Uyalmaydigan, hayosiz qilib qo'yadi. Hamma narsaga zo'r shijoat, lekin ibodatga, dinga kelganda shijoat nol bo'lib qoladi. Nima uchun desa, ota u aybni o'zidan qidirish kerak bo'ladi. Ota agar shijoatli bo'lsa, ibodatda g'ayratli bo'lsa, namuna bo'lsa, andoza bo'lsa, ayoli itoatli bo'ladi. Ayoli hech qachon Allohga itoat qilayotgan erga itoatsizlik qilmaydi. Buni ulamolarimiz aytishdi, buni olimlarimiz aytishdi. Demak, ayollar itoat qilishi uchun erkaklar Allohga itoat qilishlari kerak. Kim itoat qilsa, albatta unga ham itoat qilinadi. Kim itoat qilmasa, unga ham itoat qilinmaydi. Ko'ring, gunoh qilib, ma'siyatda yurgan bola kelib turib sizga amr ma'ruf qilsa, sizni jahlingiz chiqadi. Oldin amal qil, keyin gapir deysiz. Endi ayolga siz aytsangizki, erga itoat qilish vojib, ota-onamga qarashing vojib, sen meni qornimga chiroyli ovqatlarni qilib berishing vojib, meni roziligim bilan jannatga kirasan deyaversangizda, lekin Allohga itoat qilmasangiz, u ayol nima deydi? Oldin amal qil, keyin gapir deydi. Og'izda emas, qalbida aytadi. O'sha qalbida aytgani unga itoatsizlik bo'ladi. Shuning uchun biz ayollarimiz bizga itoat qilishi, farzandlarimiz bizga itoat qilishi, o'g'lim namozingni o'qi deganda xo'p bo'ladi deyishi uchun biz o'zimizdan shakllantira olishimiz kerak.